Assalomu alaykum hammaga. Bugun sizlar bilan ingliz tilida beginner darajasida eng ko'p adashtiriladigan mavzuni ko'rib chiqamiz. Tayyor bo'lsanglar, darsimizni boshladik. Keling o'rtoqlar, bugun sizlar bilan ingliz tilida endi boshlayotgan o'quvchilar ko'p xato qiladigan mavzu zeri zerani yaxshilab ko'rib chiqsak. Men bilan birga doskada kuzatamiz. There is a book on the table. Stolni ustida kitob bor deyapti. Keyingi misolga qarang. Misol sizga ketyapti. Endi aytayapti. There is some water in the, let's say, in the fridge. Fridge degani xolodilnik. Xolodilnikda ozgina suv bor deyapman. Ko'rib turganingizdek, ikkala misolimda ham qayerda nima borligini aytyapman. On the table, stolni ustida. In the fridge, xolodilnikni ichida turibdi suv deb aytyapman. Endi bular hammasi zeri zerada ikkita formasi bor, yo'g'i. Eslab qolish juda ham oson. There is a book degani bu birlikda kelyapti. Bir donagina kitob bor stolni ustida. There is some water in the fridge. Xolodilnikda ozgina suv bor. Bu ham birlikda suv bizda sanalmaydi. Keyingi misolimiz zeri zerani ko'plik shakli. Ya'ni ko'plik shaklida biza to be ni arga o'tkazishimiz kerak bo'ladi. There are some flowers in the garden. Bog'da bir qancha gullar bor deyapsiz. There are my books in the room. Xonada meni kitoblarim turibdi. Bu yerda bitta narsani eslab qolishingiz kerak. There is faqatgina birlikka, there are esa faqat ko'plikka ishlatiladi. Va bu ikkalasi ham biror bitta predmetni yoki narsani qayerda ekanligini aytish uchun kerak. Zeri zerani hozirgina siz bilan butun hamma shaklini, strukturalarini ko'rib chiqdik, o'rtoqlar. Eng ko'p o'quvchilar adashadigan mavzu speaking qismida, ayniqsa menda bor, menda ruchka bor, menda qalam bor. Komol opa, zeri zam menda bor degani-ku, have has ham, ya'ni ingliz tilida bor deb tarjima qilinadi. O'quvchilarning eng katta xatosi ularni yaxshilab farqini bilmasligida. Endi bularning farqini sizga o'zim o'rgatsam, planshetimizda men bilan birga kuzatib borasiz. Qaraymiz, masalan, I men degani, to'g'rimi? Endi I ga I have menda bor. You have senda bor yoki sizda bor deymiz. He o'g'il bolaga nisbatan, she qiz bolaga nisbatan, it jonsiz yoki narsalar uchun ishlatsangiz bo'ladi. Bular uchalasiga ham biz has menda bor, senda bor dedingiz, unda bor, o'g'il bolada, for example, he has, it has deb aytamiz. Ko'plikda esa hammasiga, ya'ni we, you, they olmoshlarimiz, subjektlarimiz, bularni hammasiga have ishlatar ekanmiz. Bitta life hack eslab qoling, xuddi rus tilidagi on, ana, anoga biz ko'p holatlarda работает, masalan, boshqacharoq tuslaymiz fe'lni. Bu yerda ham bittagina he, she, itga, ya'ni biz has ishlatyapmiz. Kelinglar endi bularni yaxshiroq misollarda yaxshilab o'rganib chiqsak. Masalan, I have two brothers. Menda ikkita akam bor. She has beautiful eyes. Uni chiroyli ko'zlari bor. Keyingisi, they have big house. Ularni katta uyi bor. Hamma misollarimizda bu insonlarda shunday narsalar borligini bildiradi. Ko'p o'quvchilarning xatosi, ya'ni ularni sinonim deb o'ylaydi. Zeri zerani sinonim deb o'ylashligida. Lekin sizlarga bitta misol orqali yaxshilab farqini ko'rsatib bera olaman. Ahamiyat berib turing, iltimos. There have two tables. There are two tables. Aytingchi, bu misollarda qaysi biri to'g'ri? Ikkinchisini tanlagan bo'lsangiz, to'g'ri topgansiz. Ya'ni there are two tables deyapmiz. U yerda ikkita stollar bor deyapsiz. There have two tables bo'lmaydi, chunki there degani u yerda, have degani bor, ikkita stol. Bundoq qaraganingizda o'zbek tilida xuddi tarjima qilib qo'yib qo'yganga o'xshaydi. Lekin ikkalasi umuman boshqa mavzular. Qisqacha qilib aytganda, qarab turamiz. There is, there are. Bular
hammasi faqatgina joyga nisbatan ishlatasiz. Обязательно joy ko'rsatilgan bo'ladi. Partani ustida, shkafda, xolodilnikda deb aytadi. Lekin have va has bo'lsa, har doim bular odamlarga nisbatan ishlatamiz. Ya'ni buni odamga nisbatan ishlatamiz. Bu yerda обязательно subject plus have va has keladi. O'ylaymanki, darsimiz tushunarli bo'ldi. Izohlarda mavzuyimiz tushunarli bo'lgan bo'lsa, o'zingiz gapni tuzib ko'ring, shu strukturadan foydalanib va men o'zim ko'rib sizga feedbacklar beraman.